Polnotsennniy 2 xonalik yangi domlardan bo'lar ekan, ikkinchi qavatda joylashgan. Hop, hozir kirish qismidan boshlaymiz. Mana bu podyezddan kirib keladigan eshigimiz. Kirib kelamiz. Pollarimiz parket qilingan hamma joyda. Xo'sh, kirganda o'ng qo'limizda birlashgan sanuzelimiz joylashgan. Mana vanna hamda hojatxonamiz to'liq kafelda issiq suvlar bor ekan. Hop, aboy ranglari sal eskirgan ekan. Koridor bilan xonalarga kirib boramiz. Birinchi xonamiz o'ng qo'lda zalimiz bo'lar ekan. Xo'sh, sal oldingi yillarning aboy gullari ekan, lekin holati a'lo darajada. Konserjerimiz bor. Derazalarimiz akvaplastik qavatli oyna. 70 kvadrat, narxini 65 ming deyaptilar. Xo'sh, to'g'rimizda oshxona joylashgan va bu tarafimizda yotoqxonamiz. Ikkita derazasi bor. Hop. Yangi qurilgan bino, katta ko'cha bo'yiga Samarqand shahar Sartepo hududi erkin savdo to'g'risidagi domlar bo'ladi. Mana oxirgi joyimiz oshxonamiz. Gulxo'y yo'q, hamma xonada derazalar bor. Mebellar bor ekan, faqat texnikalar yetishmayapti. Mana shunaqa kvartiramiz sotuvga chiqdi. Eslatib o'taman, pishig'ishdan qilingan ikkinchi qavatda joylashgan 2 xonaligimiz 70 kvadrat. Narxini 65 ming deyaptilar. Savdosi bo'ladi. Qiziqqanlar zudlik bilan aloqaga chiqamiz.